Yana meni ayblayapsizlarmi? Men hech narsa qilmadim-ku. Ha, bilamiz. Ombordagi hamma yo'lni yo'qotganingni bilamiz. Sen hali kuni uyingda o'shuncha ovqat va o'shuncha narsalarni olganingni ko'rdim-ku. Qanaqa bechasi deymadim. Atigi qovurdoq bilan va bir ikkita batutga narsalar olgandim. Bo'ldi. Ko'p narsa olmadim-ku. Nega buncha nima qilasan? Men axir uncha ko'p olmayman. Ha, haligi kuni ham sen olganing uchun yana boshdan omborga narsalar olib kelganmiz. Boshini ham pul qo'shmaganding, bir so'm ham. Qanaqa qo'shganman-ku? 5 ta izimrud. 5 ta izimrud nima keladi? Hamma 20 ta izimrudlardan berdi. Sen esa 5 ta izimrud. Vahshi kam, to'g'rimi? Yana hamma narsani sen ishlatasan. Bo'ldi, men ketdim, bu qishloqdan ketaman. O'zimga boshqa yerga ko'chib olaman. Bilganingni qil, yo'qolib ket, to'g'rimi qishloqlar? Ha, doim senida muammoga uchraymiz. Yana pullar qo'shmaysan echarsiga. Da, va hech qishloqda ubulg'a qilishga ham yordamlashmaysan. Doim shunaqasan. Men ketdim. Bular doim shunaqa. Meni doim shunaqa deyishadi o'zlaricha. Men o'zimga xonroq o'zimga joy qilaman. Ular bu tarafdan borishadi, men bu tarafdan olaman. Shunda joy bo'ladi. Yaramaslar qani ko'rsatib qo'yaman bularga. Oldimga yo'lini kelishadi, yalinib. Hozir mana bularni qurib chiqsam o'zimga chiziqni hozir mana cho'tki. Ha, juda ham ko'p damal bordim. Bitta ko'chaga chiqib aylanib desam, bu qanaqa uy bo'ldi? Bu qanaqa chiziq bo'ldi? Qishloqmi? O'lcha ketib qolaman degan. Buni qanaqa chiziq bo'ldi? Salom qishloqi. Bor yo'qol, Hisobboy. Nima qilding bu nima? Yo'qol, hozir chiziqdan chiq. Xo'p, nimaga? Qarochi, sizlar menga dadayoq qilding deb, qarochi, meni haydab yubordinglar. Endi men o'zimga, qarochi, chiziq bo'ldim. Qarochi, bu yerda hech kim o'tmaydi. Men ham bu yoqqa o'tmayman. Endi men shu yerda yashayman. Sizlar ham bu yoqqa o'tsangiz, men avtomat bilan o'ldiraman. Nima? Jinni bo'lib qolmadingmi? Hozir militsiya chaqiraman. Qanaqa militsiya? Militsiyaga o'ziga bu chiziq rasmiylashtirilgan. Qanaqa rasmiylashtirilgan? Hozir hamma qishloqlar chaqirib kelaman. Mana qishloqlar ham keldi. Qishloqlar bir narsa desanglarchi. Nima bo'ldi bu? Tushunmayapman echarsiga. Bular nima? Hozir tushuntiraman. Bu chiziqdan o'tsangiz, menimcha, mana bu otni o'ldiraman deyapti qishloqi qo'shnim. Nima deyapti? Militsiya chaqirish kerak hozirroq. Militsiya hech narsa qila olmaydi. Buni rasmiylashtirilganman. Nima rasmiylashtirgan? Tushunmadim echarsiga. Iltimos, qo'ygin o'zingga bos. O'tmagan. Bo'pti. Iltimos, qishloq o'zingga bos. Bo'pti, kechir bizni. Boshqa unday qilmaymiz. Hozir o't, avtomatingni tashla. Yo'q, tashlamayman. Tashla. Qo'y, nima qilasan buncha muammoni? O'tma dedim. Buncha muammoni nima qilasan? Qo'ygin, iltimos, qo'shni. Yo'q. Qara, uni uyingni ham oldingmi? Albatta, ko'rmayapsan, orqamda turibdi-yu. To'g'ri aytasan. Qo'y, iltimos. Bekanaga militsiya chaqiramiz. Aytayapman-ku, militsiya echarsa qola olmaydi. Bo'pti. Qarachi qishloqlar. Qarachi bu qo'shnimni qarachi ozroq qayerdandir aylanib o'tib ushlashimiz kerak, tushundinglarmi? Qanaqa qilib hamma yer to'g'ri, unisini ko'rib qolsa, qanday bizni o'ldirishi mumkin. Uni ko'rmayapsan, jinni bo'lib qolgan-ku. Hozirroq tinchgina ketib qolmasak bo'lmaydi. Qaranglar, sizlar hozir mana yerda gaplashib, uni chalib o'tirsanglar, men nariga tarafda aylanib orqasidan boraman, tushundinglarmi? Yo'q, bo'lmaydi. Albatta. Sekinroq gapiringlar. Xo'p.
Короче bo'ldi. Qishloqlar ana u yerdan aylanganda chiziq tugash kerak menimcha yoki bilmadim. Men o'sha yerdan borib o'tib aylanib tutaman va qurolni tashlataman. Tushundinglarmi? Yo'q, qo'y, xavfli, hammamiz o'tiradi, qo'y. Ha, yo'q. Endi nima qilamiz? Qochish kerak. Yo'q, hamma indamasin. Qaror qishloqlar, tushunyapsizlarmi? Bo'ldi, iltimos. O'shanaqasida rejamiz o'xshaydi aniq. O'xshamay qolsa bekor aka, hammamiz o'lib ketamiz. Ho, to'g'ri aytyapti. Ho. Sizlarga tushuntira olmayapman. Qarorchi bo'ldi. Men aylanib o'taman. Sizlar nimaga gaplashib turasizlar? Uni bir narsa deb turasizlar. Tushunyapsizlarmi? Keyin men aylanib o'tib, keyin uni tutaman va qurolni tashlataman. Mayli bo'pti, roziman. Agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa, seni yer tagidan bo'lsa ham topamiz. Bo'pti. Bo'ldi. Bu qishloqqa nima bo'lib qoldi? Bekor xafa qildik-da o'zicha, to'g'rimi bo'ldi? O'zi bekor xafa qildik. Tezroq bo'linglar. Sekin. La. Bu yurtma to'g'ri o'ylaganimdek bo'pti. La. Menimcha ko'rmayapti. Day turib olamiz. Sekin. La. Sekin bo'ldi. O'xshadi. Sekin ushayman va qurolni tashlataman. Bu juda ham qo'rqinchli. Bu qishloqqa tomga ketib qolibdi. Men bu qo'shnimni yaxshi odam deb yuribman, lekin to'g'ri-da bo'lib bekor urishmaymiz-da. Doim unday qilib ketaveradi. Lekin hamma yeb, unday qiladi va pulni ham oz qo'shadi. O'zi puli juda ham ko'p. Sekin. Eshitib qolmasin. Mana turibdi, ko'ryapman. Sekin. Iltimos, iltimos meni ko'rib qolmaslik uchun like va obuna bo'lib qo'yinglar bo'ldi. Agar obuna va like bosmasanglar meni ko'rib qolishim mumkin. Sekin. Qishloqqa hoziroq iltimos qo'ygin. Yo'q, hoziroq hammangiz qochib ketinglar bu yerdan. Bo'lmasa hammangiz o'tamiz. Hop, iltimos tinchlan o'zingga bos. Sekin bo'ldi. Mana bu ana buni dahshatli. Sekin. Nima qilding? Qurolimni olib qo'yding-ku. Tinchlan o'zingga kel, iltimos. Yo'q, hoziroq o'taman, qoch. Yo'qol. Tinchlan, iltimos. Yo'q. Voy, biz seni do'stlaringmiz. Bo'pti, mayli. Rozimiz, hech narsa qilmasang ham. Rostami? Aldayapsan sen aniq. Yo'q. Aytinglar qishloqlar, endi hech narsa qilmaymiz-mi? Albatta. Bu bizni kechir, qishloqqa. Ana, sendan ham kechirim so'rayapti, iltimos. Qo'ygin o'zingga bos. Bo'pti. Nima qilyapsan? Yo'q, aytasa, просто qo'lingni boylab qo'yapman. Qarchi, yana jinniliklar qilmaslik uchun. Do'stlik ishtoqa bo'ladimi? Yaramas, aldoqchi. Yo'q, просто yana xavfsizliging uchun. Просто. Mayli, bo'pti. Sizlarga ishondim, yana so'roq qilsanglar, men andiq bu qishloqdan butunlay ketaman. Xo'p, o'zingni bos, do'stim, o'zingni bos. Qishloqqa qo'shnimiz-ku axir. Bo'pti. Tinchlantirib ham oldim-a. Bo'ldi, endi uylaringga ko'chir o'zingga tarafga. Balki ko'chirib olishasiz. Endi o'zi senikini biz qilishimiz kerakmi? Nima? Tushunmadim. Bo'pti, yordamlashib olinglar endi. Biz ketdik. Nima? Ketdim men. Bo'pti, mayli. Senga o'zim yordamlashib olaman. Rahmat, qo'shni, sen yaxshi qo'shnisan. Xo'p. Endi bularni yig'ishtirishim kerak.
Yana bir o'zimga ish qoldi. Bolalar, sizlar bilan men Husan Minecraft bo'ldi. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammaga xayr bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, obuna, like bosib qo'yinglar, короче. Mana qishloqni ham tinchlatib oldik. Endi hozirroq kirkalarimni, tapor shunqalarni olmasam bo'lmaydi.